Bu xitoyliklar o'zi kichkina bir ko'zi karis qovoq bo'lgani bilan kallasi qandaydir yaxshi ishlaydi-da shu odamlarni. Udobstvolarni qayerdan o'ylab topadi odam hayron qoladigan. O'sha hammalar ham bilgan Cherry Tiggo 7 Pro. Salondan boshlaymiz. Multirullar, displeylari, skoroslari B12 ga o'xshatib yuborilgan skoroslarni ham. Bespirovodniy zaryadka, klimat kontrollari, kruz kontrol sidenalari, chexollarni kiygizib, poliylarni solib, tayyor qo'yishgan mashinaga siz qiladigan rasxod yo'q, olib maza qilib minib bersangiz bo'ldi. 360 kamera bilan jihozlangan mashina 21 ming yurgan. 21 ming ham bo'lgan yo'q hali, 20 ming 900. Panorama tomlarida bu oppoq yonchaga o'xshagan Cherry Tiggo Pro'si faqat atamiz haydaganlar, o'zlari salonga olib chiqib, bir pul bo'lishgan mashina. Mana pultlarni ham berishdi, sizga beramiz pultini. Faqat benzinda harakatlangan mashina, faralari ham neobычный faralari, abisovkalari ham juda ham go'zal holatda. Yangi balonlarda o'zining firmali nakidkali diska balonlarida, orqasida zapaska balonlari ham diskali zapaska balonlari bilan turibdi ekan. Ular hamma o'risiga qo'shib beriladi. Narxi keladigan bo'lsak, narxi 21500. Yana bir ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Ertaga xudo xolasa ozochar paytga 3-7 avtozavchasi magazinimizda juda ham katta aksiya bo'lib o'tadi. Hamma kelib qatnashishi mumkin. 300 tadan oshiq sovg'alarimiz bor. Ertaga hammani 3-7 avtozavchasi magazinimizda kutib qolamiz.